Shu desanglar, anu svidaniyaga chiqib kelish moda bo'lganda gapirib berishdim-ku sizlarga. O'sha narsani, короче, yana bittasi. Men bugun yana bitta svidaniyaga chiqib keldim. Jistoko mana o'rtoqlar. Men aytayotgandek, misol uchun svidaniyaga chiqishdan уже menimcha bosh tortaman, tipa boshqa chiqmayman deb aytdim-ku, to'g'rimi? To'g'ri. Lekin bu narsa yana ham kuchga kirib kelyapti menda. Hozir endi misol uchun xotini bor erkaklarni mani обсуждать qilib, kritikować qilib, bir balolarni gapirishi mumkin. Или misol uchun yoshi katta ayollar, или xotinlar gapirishi mumkin-da. Sen noto'g'ri gapiryapsan, sen noto'g'ri ish qilgansan debdi. Endi misol uchun kim noto'g'ri qilyapti, kim to'g'ri qilyapti, endi bilmayman, nima hozir bor bu yerda. Ya hayron o'rtoqlar. Sochi shu desanglar kestirishim kerak-da. Вот. Qanaqa kestirishga ham o'zim bilmayman. O'zi sochim mana ko'ryapsizlar. Qanaqangi uzunligini borga yerga tushib turibdi-da hozir bu. Shunaqa hozir sizlarga oldimma-keta sekin-sekin gapirib beraman. Nima bo'lganligini yana. Jistoko mana o'rtoqlar. Erkaklarga nima bo'lyapti tushunmayman bor. Menga rosa ko'pchilik ayollar mana oldimga keladiganlar-da. Menda ayollar sanoli-yu, lekin o'sha ayollarning ko'pchiligi ham gapiradi. Voy, sizda короче shunaqangi erkaklar bor, shunaqangi kishilar bor. O'shalar bilan отношения qilsangiz bo'lmaydimi? Sizni kimligingizni, qanaqaligingizni ular biladi-ku. O'shalar bilan misol uchun tipa хотя бы ikkinchi xotin bo'lib bo'lsa ham, или nimadir qilib bo'lsa ham, короче turmush qurib oling, yo debdi. Chunki baribir siz oldingizga kelgan odam erkaklarni короче qanaqaligini bilasiz-ku debdi. Mana shunaqa deb gapirishadi har doimda. Menda shunaqa taktika bor deb aytaman har doimda. Что где работаю, там не сру deb aytaman. Ularning orasidan misol uchun bitta ikkitasini